Do'stlar, ko'pincha aytamiz, shu moyaklar tepada joylashgan bo'lsa, maksimalni 1,5 yoshgacha bo'lgan yoshda tushirish kerak. Undan oshib ketadigan bo'lsa, bu tuxum rivojlanmay qoladi, ertadan keyin bola ko'rishda muammo bo'ladi deb. Tushunamiz, oldinlari bunaqa telefon bo'lmagan, boshqa bo'lmagan, odamlarda informatsiya bo'lmagan, hamma kimdadir eshitgan narsasini qilgan. Bundan tashqari, hozir bemor keldi. Bemorda ikkala moyaklar ham kichkina rivojlanmay qolgan. Gormonlar juda ham yomon ahvolda va eng asosiysi bo'lsa, bemorda azospermiya urug' foizi 0 bo'lgan. Sababi bemorning yoshligida tepki bo'lgan, maktabga chiqish yoshi dedi. Shunaqami? Tepki bo'lgan. Hozir aka bilan gaplashganimizda qanday davolagansizlar desam, o'sha paytda ayollar o'zlari davolashgan dedi. Shu oldin shunaqa urf-odat bo'lgan. Mahallada yo'q qarindosh urug' ichida egizak tuqqan xotin bo'lsa, shunday olib kelib oyog'ida teptirib qo'ygan. Shu bilan yaxshi bo'lib qoldi deyishgan. Va shuni hisobiga moyaklarda spermatozoid ishlab chiqarish bloklanadi va bu narsa farzandsizlikka olib keladi kelajakda. Xo'p, hozirgi bemorda ham shunaqa bo'lgan. O'shaning uchun qayta aytadigan narsalar, agar o'g'lingizda moyaklar tepada bo'lsa, 1,5 yoshgacha pastga tushirtiring. Agar tepki degan kasallik bo'lsa, endi tepki oddiy qilib gapiraman, jag'i ishib ketadi, paratit. Xuddi shu kasallik bo'ladigan bo'lsa, albatta doktorga olib borib, virusni terapiyalar qilib davolash kerak. Protivirusni terapiya ya'ni. Bo'lmasa, keyinchalik bolangizni shunaqa yomon narsalar kutishi mumkin.